Xitoy maktablarida sun'iy intellekt ta'limi majburiy qilinmoqda. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xitoy poytaxti Pekin shahrida o'quvchilar, jumladan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham sun'iy intellekt ta'limi majburiy qilinmoqda. Bu haqda Business Insider nashri ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, boshlang'ich sinfdan o'rta maktabgacha o'quvchilar sun'iy intellekt ta'limi majburiy bo'ladi. Bu harakat Xitoy sun'iy intellekt poygasida oldinda borayotgani sababli amalga oshirilmoqda. Pekin shahar ta'lim komissiyasi juma kuni bergan bayonotiga ko'ra, joriy yilning kuzidan boshlab shahar maktablari bir o'quv yilida kamida 8 soat sun'iy intellektni o'qitishi kerak. Shuningdek, maktablar sun'iy intellektni mustaqil kurs sifatida o'qitishi yoki uni fan va axborot texnologiyalari kabi mavjud kurslarga qo'shishi mumkin. Yangi rejaga ko'ra, odatda 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilari sun'iy intellektni tushunishni boshlash uchun amaliy kurslardan o'tadi. O'rta maktab o'quvchilari sun'iy intellektni maktab ishlari va kundalik hayotda qanday qo'llashni o'rganadi. Yuqori sinf o'quvchilari esa sun'iy intellekt ilovasini kuchaytirishga e'tibor qaratadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yishni unutmang.